Bu birinchingiz, to'g'rimi? Qizmi, o'g'ilmi farqi yo'q prinsipida. Yaxshi. Atak o'zingiz kimni xohlayapsiz? O'g'il bo'lsinmi? Dadasichi? Dadasiga farqi yo'q. Biz ayollar nimagadir ko'pincha o'g'il xohlaymiz lekin. Quloqchalarni qarang mana, quloq suprasi. Yaxshi. No, в принципе, birinchi nyanka tuqqaningiz yaxshi. Bolalarga qaraydigan, yordamchi. Ondan keyin o'g'illarni ikkita uchtalab tug'sangiz bo'ladi. Hozir bizda qizaloqcha. Da, krasavitsa. Уже aniq jonimda. Уже 17 hafta bo'lgansizlar sizlar. Mana oyoqchalarni o'rtasi. Qarang. Mashalloh, ko'z tegmasin. Eson-omon bag'ringizga oling. Qizim o'g'ilmi eson-omon. Da.